Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir hovlimiz sotuvga chiqdi aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek hovlimiz juda ham shinam. Bir sotig'i 3 xol sotig'i. Ko'rib turganingizdek bu tomoni 2 qavat, bu tomoni ham 2 etaj. To'rigida 1 etajli xonamiz, tepasi cherdak. Aziz obunachilar, adres bo'ladi Samarqand shahar Registonda joylashgan. Telefonli stansiyani to'g'riligida ko'chada joylashgan hovlimiz sotuvga chiqyapti. Bizni kuzatib boring. Hozir bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomonda sanuzellari, hojatxona qismi, mana bu tomonda hojatxona, bu tomonda hammom. Hozir mana bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Mana ko'rsatib o'tamiz. Mana oshxonasi ham o'rtacha, xolodilniklari, hamma sharoitlari bor, gaz yaxshi, svet yaxshi bu yerda. Hovlini narxi bo'lyapti $130,000. Kelishadigan savdosi bor. Telefon ekranda telefon raqamlar yozib qoldiramiz. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bitta xonasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Aziz obunachilar, mana xonalari kenggina, mana ko'rib turganingizdek hozir chiroqlarni yoqamiz. Mana svet, gaz hammasi bor. Mana ko'rib turganlaringizdek mana ukrainskiy pechkalar qo'yilgan. Xonalari keng. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda yozilgan telefon raqamlar orqali aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozir bu territoriyada ko'pchilik gostinitsa qilgan, mehmonlar qo'yishadi. Endi hozir bu tomonda odam bor, uyni ko'rsata olmaymiz. Tepada ham odam bor mana. Bu xonamiz, bu tomonda ham yana bitta xonamiz bor. Endi bu xonada ham hozir ayol kishi bor ekan, endi ko'rsata olmaymiz. Shuning uchun aziz obunachilar, mana shu uyimiz sotuvga chiqdi. Registon tomonda adres, telefonli stansiyani ro'parasida joylashgan. Biri 3 sotiq, narxi $130,000. 5 ta xonasi bor. Hammom, hojatxonalari ko'rsatib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda telefon nomerlar yozib qoldirgan bo'lamiz. Savdosi bor, 130,000 dan kami bor, kelishadigan joy bor. Bizni kuzatib boring. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.